Qisqacha reklama va e'lonlar bilan ham tanishib oldik. Aziz muxlislar, barcha tadbirkor va ishbilarmonlarni manfaatli hamkorlikka chorlaymiz. Guldasta dasturi esa davom etadi. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deymiz va biz keyingi suhbatdoshlarimizni studiyamizga demak chaqirganmiz. Ularni tanishtirib o'taman. Namangan shahar madaniyat markazi sozanda xonandalari Avazbek Dadaboyev, Habibulla Muhiddinov va Ravshanbek Shamsiddinovlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kayfiyatlar yaxshimi? Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingizga. Keling, endi ijod haqidagi suhbatimizni boshlasak, umuman ijodiy faoliyatingiz haqida, kirib kelish haqida. Qanaqa yangiliklar bo'lmoqda? Marhamat. Endi bizning kirib kelishimiz, men o'zim san'atga kirib kelishim 1985-yili doiraga o'zim qiziqqanman, doirachi. Mana ustoz bilan ustozimda doira sirlarini o'rgandim. Mendan katta akamiz bordilar, rahmatli o'tib ketib qoldilar. Ular hofizdilar. Biz oilaviy nima deydi? San'atkorimiz sulola. Keyin ular kasal bo'lib yotib, qoldi endi uka men uni sana olib borgan dedilar. Bu torlarni berdilar menga. Va siz davomchilari bo'lib davomchi qoldik. Endi baholi qudrat qo'limizdan kelgancha xalq xizmatida yuribmiz. Shogirdlar ham bormi? Shogirdlar bor. Ular endi hozir bor, bitta-ikkita shogirdlar bor. Endi shogirdlar endi nima deydi? Hozir ular ham o'qishyapti hozir. Ha. San'at nuqasida. Bir yigitga 40 hunar oz degan gap borda. Shu o'rinda sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Mana shu torni o'rgangan paytda bir vaqtning o'zida doirani ham o'rganish iloji bormi? Bor, unga qiziqsangiz. Uning uchun odamda o'zida ishtiyoq bo'lish kerak. Ishtiyoq bo'lmasa o'rgana olmaysiz. Nimaiki men shu bular mana bag'iga mana akam bular menga shu san'at mana torni cholishi shular o'rgatdilar. Ular yotgan o'sha kasal yotganlarda ular o'rgatdilar. Keyingi nimasida davomchi bo'lib bular menga o'zi sana shu ana shu sirlarini qanaqa qilib cholishi, mana choladigan mediatorni qarab ushlash, ashni sirlarini o'rgatdilar. Endi aytmoqchiman, nima deydi, bunga qiziqishingiz kerak. Qiziqmasangiz, bir narsaga qiziqsangiz, yo usta bo'lasiz, ustachilikka qiziqsangiz. Biz endi haligi nima deydi, akamiz shu dadamiz o'zlari o'sha san'atga qiziqqanlar. Ularning orqasidan akamlar, endi okalardan bitta pochchamiz bordilar. Mana nimada Toshbuloqda yashardilar. Bozorov aka. Bular endi akamlarga o'rgatganlar. Ular ham san'atga umuman davomiylashib ketgan, bir-birlariga meros bo'lib qolyapti-da endi. Nima deydi, shu Bozorov akam ular rahmat bilan o'tib ketdilar. Ular tor yasardilar. Mana shu musiqa asboblarini yasab berardilar, unga sotmasdilar-yu, o'zlari qiziqib yasab o'rganilgan bolalarga shu san'at sohasiga kirganlarga mendan ertalik sanga cho'l yurasan deb berib yuradilar. Doira, tor, rubob, dutor ashlarni yasab hammasini chalishni bilasizmi? Rubob, tor, dutor shularni chalamiz. Ularni bir-biridan farqi bo'ladimi? Masalan, dutorda boshqacha bor, ularning shtrihlari bor. Endi bu torni shtrixi alohida, rubobga alohida. Ana shu o'rganish jarayonida sekin-sekinlik bilan bilib olinadi. Sekin-sekin. Sir-asrorlarni. Endi marhamat, sizda ham ma'lumotlar bo'lsa. Endi 76-yillarda shu mana sozga qiziqib birinchi rubobdan boshlaganman. O'sha Quyot qishlog'ida yashardilar. Bozor aka Bo'riboyev. Shu aytmoqchi ukam aytdi. Shulardan shu rubob olib berganlar o'zlari. Paytida 70 yosh bo'lganmiz. Rubobdan boshlab keyin uni akamiz, Hofiz akamiz dutor sirlarini o'rgatdilar. 80-yilgacha dutor chaldim. Dutordan keyin afg'on rubobiga o'tdi. O'shandan bir mana shu 2015-yilda o'tgan bo'lsa, o'shandan ukam bilan birgalikda ijod qilib kelyapmiz. Mana shu qiziquvchi yoshlarga birinchi nimalar, qanaqa asboblar, ya'ni darajasi bor menimcha buni. Eng oson masalan dutor deb hisoblaymiz. Birinchi nima deydi? Birinchi odob axloq. Bu san'at sohasida yurgan insondan yomonlik chiqmasligi kerak. Albatta. Birinchi odob axloq. Keyingisi rubob.
rubobni olib bitta ustozga borib birinchi shu turish musiqani birinchi cholish emas, shu ushlashni o'rganish kerak. Albatta. Ushlab keyingisida shu qo'lni yurg'izish, cholib o'rganish. Keyin bir o'qishga kirsa, o'ziga ham oson bo'ladi. Shu borib haligi harakati o'ziga oson bo'ladi. Endi o'rganishi oson bo'ladi. Endi notani o'rganadi. Nota so'z. Albatta. Demak, sekin-astalik bilan bosqichma-bosqich chiqadi. Qiziqishiga qarab, qobiliyatiga qarab, lekin doirachi bo'lsa, usulchi hofiz bo'ladi. Doirachi bo'lsa birinchi usulchi bo'ladi. Ko'p hofizlar usulchi bo'lmaydi, lekin u tor bilan qo'shiq aytadi, usulga qaramasdan qo'shiq aytadi. U doirachi olib yuradi, uni yetaklab yuradi. Hofiz bo'lsa, doirachini hofiz yetaklab yuradi. Qo'shiq nuqasidan. Shuning uchun barchasi uyg'unlashgan holatda bo'ladi. Bir ajoyib bir ijro chiqadi. Biz ham mana shu ijroni kutyapmiz sizdan. Nima tayyorlab keldingiz? Biz yoshligimizdan shu Kamoliddin aka Rahim qo'shiqlarni eshitib, endi okamlar shularga shogird bo'lganlar. Biz ham shularning orqalaridan borib, ular bilan gaplashib, endi bular yurmagan bo'lsak ham ularni qiziqqan qo'shiqlarini eshitganman. Endi shularni qo'shiqlardan bitta ona to'g'risida qo'shiqlarni aytib beramiz. Marhamat.
bo'lsa ham boladek nogoh sizni axtaraman onajon. Dabiram bo'lsa ham boladek nogoh sizni axtaraman onajon. Sizni axtaraman onajon. Yaxshidan o'rganib yashamoq odat. Bugun yaxshilikka yo'qdir kafolat. Yolg'iz o'zingizsiz men uchun ibrat. Yolg'iz o'zingizsiz men uchun ibrat. Sizni axtaraman onajon. Yolg'iz o'zingizsiz men uchun ibrat. Sizni axtaraman onajon. Sizni axtaraman onajon. Onajon. Yashang, maza qildik. Juda ham Ota-onalarimiz ajoyib vaqtimizga sog' salomat bo'lsin, ularni borida qadrlashimizni, demak, o'rganishimiz kerak desam mubolag'a emas. Shu o'rinda she'r bor edi. To'g'risi, o'zim ham ilhomlanib ketdim, mana shu she'rni o'qib berishim kerak. Hayot sinovlarin ortgan chog'da, tashvishlardan yelkamga tosh botgan chog'da, ag'yor g'anim malomatlar otgan chog'da, yolg'iz qolib faryod urar onam mening. Xasta bo'lsam, parvonadir tinim bilmay. Ilinadi nima bo'lsa o'zin demay, to esimni tadimmanki hanuz shunday. Bolam deya giryonadir onam mening. Mehr boqiy, mehr so'nmas xush zabonim, shukursiz bor dunyolarda yo'q armonim, bahorimsiz, jannatimsiz gul rayhonim, oq ko'ngilli, oy yuzligim onam mening. Manzil yaqin, lek didori yiroqdaman, bir bor yo'qlab borolmayin qiynoqdaman, sog'indim ko'p sog'inchlar firoqdaman, qaydasan deb so'roqlagan onam mening. Umr o'tar, hayot bir pas kutib turmas. Siz o'shasiz, hamon o'sha tinim bilmas. Oldingizda qarzlarim ko'p ado bo'lmas. Umrin men deb fido qilgan onam mening. Chidagansiz bolam deya sinovlarga. Soch tolangiz to'lsa hamki qirovlarga, muhtoj qilib qo'ymadingiz birovlarga. Yuksak sabru, matonatli onam mening. Onajonlarimiz, otajonlarimiz baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Rahmat deymiz mana shunday ijro uchun, tashrif uchun, ma'lumotlar uchun. Keyingi ijodlarda ham muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Bayram yana bir karra muborak bo'lsin. Rahmat deymiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Albatta azizlar, mana shunday demak ajoyib ijrolar bilan tanishdingiz. Dasturimizda esa viloyatimiz ijtimoiy iqtisodiy hayotda sodir bo'lgan yangiliklar bilan mobil xabarlar sahifasida tanishamiz. Marhamat.